Assalomu alaykum ahli jamoa. Hozir bir noxush xabar. Qaranglar, Humo Viza markazida janjal ketyapti. Sababi bular odamlarni aldab, pulini olib turib qaytarib bermayapti. Mana ichki ishlar xodimlari ham kelgan bu yerga. Qo'riqlashdagilar ham keldi. Hozir mana qarang. Humo Viza markaziga ichkariga kiramiz. Mana shuncha odam o'tiribdi. Hammasining pulini olib turib qaytarib bermagan. Mana ichkarida qo'riqlashning bolalari ham turibdi. Kim qayerdan kelgan? Hamma har yerdan kelgan. Aka, siz qayerdan kelgansiz? Pul berganmidingiz? Endi qaytarib bermayapti. Siz qayerdan keldingiz? Sizning ham pulingizni bermadi. Bu Humo Viza guruh anosini mashinikmi? 100% mashinik. Mana bitta bu emas, mana bu ham aytayapti. Bularning hammasi shu. Har birini so'roqqa qo'yayotgan bo'lsang, hammasi aytadi. Mana 3 oy bo'libdi. Ana, hatto ariza ham yozgan, mana qaytarib bermayapti. Buniki 3 oy bo'libdi. Mana bu kepkadagi akanikiga 6 oy bo'libdi. 6 oydan beri pulini qaytarib bermayapti. Syomka qilib turibdi. Hech qanaqa zarar bo'layotgani yo'q. Tepada bachalar bor. Mana tepadan hozir bu akamiz shu yerda ichki ishlar xodimi ham bor, kunduz reportaj olib ketyapti. Ana bular hozir kelib tushdi. Hozir nima bo'ladi ko'ramiz. Mana ichki ishlar xodimlari ham kelyapti, lekin rezultatni ko'ramiz keyin.